qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Londonda o'tkazilgan yillik mudofaa o'tkazib berish advokatlar munbirida Xitoyning Interpolni suiiste'mol qilish orqali Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan davlat talqigan zulmi Sharq Turkiston Surgundi hukumati tomonidan o'ttirg'a qo'yildi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Yevropadagi vakili doktor Nantman Ala Efendi Angliyaning Londonda o'tkazilgan yillik mudofaa o'tkazib berish advokatlar munbirida Xitoyning Interpolni suiiste'mol qilib Uyg'urlarni boshqa davlat atlab zulm qilayotganligi to'g'risida doklad berdi. Xitoyning talabiga asosan hozir Marokashda tutqun qilinayotgan Idris Hasanning delosi haqida alohida so'z qildi. Alma şirketi eng alqishga erishgan Qur'on applarining birini Xitoyda amaldan qoldirdi. 150 mingdan ortiq tafsiloti bo'lgan Qur'on Majid dunyoning har qaysi joylarida app do'konlarida bor bo'lib, Xitoy qonunsiz mazmunlarni o'z ichiga olgan degan bahona bilan buni oldirib o'tgan. Almaning app do'konidagi applarni dunyo miqyosida nazorat qilgan tor bekat Alma sensor bu detalning o'chirilishini dastlabki qadamda o'ttirg'a qo'ygan. Alma buningga qarata inkos qaytarmadi. Faqat yerlik qonunlarga bo'ysunishimiz lozim. Ba'zi murakkab masalalarda hukumatlar bilan birlikka kelmagan vaqtlar bor dedi. Xitoy Alma shirkatining eng chong bozorlarining biri. Shirkatning ta'minlash zanjiri Xitoyning ishlab chiqarishiga zo'r darajada tayanadi. Alma shirkatining bosh ijroiya amaldori Tim Cook Amerika siyosiy yo'llari tomonidan Amerika siyosatini tanqidlaganligi, ya'ni Donald Trumpning 2017-yili musulmonlar ko'p sonliqni egallaydigan davlatlarni cheklaganligini ayblaganligi. Ammo Xitoy hukumatining tekshirishiga bo'ysunganligi va Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarga qilgan muomalasini oshkora tanqid qilmaganligi haqida sukut qilganligi uchun munofiq deb ayblandi. BBC Qur'on Karim app detali yasovchilar bilan aloqalashgan, ammo hech qanday javobga erisha olmagan. Yana bir donglik diniy app Injil applarimo mushatda Xitoyda chiqarib o'tildi. Nima uchun bunday qilganligiga aloqador so'ralgan savolga hech qanday javob bermadi. Microsoft payshanba kuni Xitoyning ijtimoiy aloqa tori LinkedInni taqaydiganligini bildirib, Xitoy hukumatiga bo'ysunishning qiyinlashayotganligini aytdi. Amerika Cumhuriyetçiler Partisining Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Amerikaning klimat vakili John Kerry va uning ayolining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizgan irqiy qirg'inchiligi tufaylidan qora tizimlikka kirgizilgan bir Xitoy shirkatiga $1 million mablag' solganlik uchun prezident Jo Baydendan ishdan bo'shatishni talab qilib, Baydenning qul amgakidan foyda oladigan kishini yanada turg'izish yoki chalg'itishda tanlash huquqi bor. Bu tanlash oddiy bir tanlash bo'lishi lozim. Ammo Bayden hukumati va bir qism demokratlar Xitoy kompartiyasi bilan klimat kelishimiga e'tibor berdi. Xitoy hokimiyati yurgizayotgan majburiy qul qilish siyosatiga sal qaraydi. Kerry qul amgakidan foyda oladigandek qiladi. Bayden o'zining qayerda turadiganligini va kim uchun xizmat qilganligini qaror qilishi kerak. Kerry mening qonun loyihimga qarshi turib keldi va Jo Baydenni buningga sukut qilishga qoyil qildi dedi. John Kerry Marco Rubio'ning Uyg'ur majburiy emgakidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarning Amerikaga kirishini cheklaydigan majburiy emgak qonunining ma'qullanishiga aktivlik bilan qarshi turib kelgan. Yer shari vaqt gezining xabariga qaraganda, G'uljidagi sayyoh xodimlari G'uljining g'arbiga 90 kilometr keladigan Qo'rg'os noyisida ikki xil alomati ko'rilmaydigan yuqumlanish bayqagandan keyin virusni bevosita bayqay oladigan diagnoz siniqi yadro kislota siniqi ilib berishga boshlagan. Xitoy hukumati 10 oyning 3 kuni G'uljining yuqori suratli tosh yo'lini taqab, temir yo'l sayohati va uchishni vaqtincha to'xtatgan. Sayohatchilarning mehmonxonaning ichida siniq qilinishni saqlashi tavsiya qilingan. Xitoy hukumati yana Uyg'ur va boshqa turkiy millat aholilarining darvozasini qo'llab Bu Xitoyning davlat bayrami mezgiliga to'g'ri kelgan. Yerlik amaldorlar axborot o'rinlariga yuqum ahvolini oshkorlashga bo'lmaydiganligini aytgan. Xitoy taratqullari davolash uchurlarini asos qilmasdan, balki Kompartiyaning tashviqot bo'limining ko'rsatmasi bo'yicha xabar qiladi. Xitoy Uyg'ur va boshqa turkiy millat aholilarini uyga qulflash orqali ishlash va davolanishni to'solg'iga uchratgan. Agar qoidaga xiloflik qilsa, hukumatga topshirib berish, jazo lagerlariga qamash bilan tahdid qilgan. Bu hal Uyg'ur va boshqa turkiy millat aholilarining turmushiga ocharchilik, mol chorvalarning o'lishi qatorliq turli qiyinchiliklarni elib kelgan.
İlingan məlumatdan qaraganda 12 farzandining 3-i jazo lageriga qamalgan bir oilaning kirim manbasi bo'lgan 2 nasllik kalisi kasal bo'lib qolgan. Uyga majburiy sulanganlikdan egisi mal doktorxonaga elib borolmagan yoki doktorga telefon qilolmagan. Natijada kalalar ig'ilda o'lib qolgan. Shubhisizki, mazlum bo'lish kelajakka doir muayyan plan, g'oya chiqish qilingan ahvol ostida rayish fuqaro bo'lishning qozonini esishqa, qandaqdir tajovuzchining fuqaroliqning tamasida uningga qarshi sukut yo'lini tanlashni yo'lliq boshtirishga bahona bo'lolmaydi. Balkim mazlum bo'lish ba'zida o'z oldiga bir imtiyozdurki, u insonga zolimni bitchit qilish uchun har turli qarshilikni maydonga keltirish haqqiga ega qiladi. Kollektiv mas'uliyatni har bir shaxs ustidagi majburiyatga aylantirdi. U yana zolimga qarshi vosita tanlab o'tirmasdan har turli qarshilik ko'rsatishni mashrullashtiruvchi salohiyat ato qiladi. Bundaq bir salohiyat yoki imtiyozning kishi uchun o'tmishdan dars chiqarib, bugunida silkinishga, kelajagi va avlodlari uchun chiqish yo'li izlashga undek bo'lishi zarur albatta. Aksicha holda tajovuzchining hokimiyatini davlati deb e'tirof qiladigan, u zulm qilmasala bayrog'i ostida xotirjam kun kechirish tamasida uningga bo'lgan samimiyatini astirtdan har turli usullarda ifodalab turishga yaraydigan tutumlarga zo'r qo'sh, bugünkidek qatma-qat qirg'inchilik va osmosiya siyosatlarini yo'lga qo'yayotgan tajovuzchilarning tumur tutishlariga bazlanib berganlik, o'yiniga dastlab berganlik bo'ladi. Buzilgan sukutni rayish fuqarolik tutumlariga almashtirishlar bo'lsa, mohiyatda tajovuzchi kuchlarning qirg'inchilik yo'q, chegara taqilish mavjud emas. Aloqadan mahrum qo'yish siyosatlarini yurgizmadik deydigan propagandalarni rostga chiqarib berishga xizmat qiladi. Shundaqla bundaq rayish fuqarolik tutumlari zolim tajovuzchilarga qarta men va oilam orasida aloqa uchuqli bo'lsa bizga chiqilmasanglar, zulm va qirg'inchiliklaringlarga qarta ortiq so'zim yo'q ma'nosini bildiradigan ko'z qisish ishoratlarini berishdan boshqa ma'niga jo'r olmaydi. Chunki vaziyat o'ttirda, tutumlarmi o'ttirda. Borhan Muhammadning Mungizi ichiga o'sayotgan mazlumlik nomli maqolasidan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.